Hozirgi kunda dom qurish biznesi juda rivojlanib ketdi, ha. Mayli shahrimiz go'zallashaversin, rivojlanaversin, aholi soni ko'payib ketyapti. Manbadan sizdan bitta 30 sotiqlik yerimizni olib turib bitta dom qursangiz, nasib bo'lsa zo'r foyda qilasizda. Yoki bitta zavod qurib qo'yib, tadbirkorlikni rivojlantirib, ishchilar sonini ko'paytirib, odamlarni ish bilan ta'minlasangiz, savobini ham olib yotasizda. Orqamda ko'rib turgan bo'lsangizda, o'sha tadbirkorlarimiz dom qurib, tikka qilib qo'yishibdi. Nasib bo'lsa sotuvini ham boshlashgan bo'lsa kerak. Nasib bo'lsa siz ham mana domni tikka qilsangiz, sotuviga nasib bo'lsa qiynalmaysizda. Bu noturar yerimiz 30 sotiqdan iborat. Barcha hujjatlari joyida, vaqtida auksiondan olingan. Hech qanaqa muammo yo'q hujjatlarida. Barcha kommunikatsiya, gaz, svet, suv, kanalizatsiya bor bu yerda. Bemalol dom qursanglar ham, zavod qilsanglar ham, nima ish qilsanglar ham bo'laveradi. Manzilga keladigan bo'lsak, manzilimiz Shaxsabz shahar, Do'stlik mahallasi, Kitob RTS desa hamma biladi. Hozirgi kunda xabaringlar bo'lsa, dom qurishga mo'ljallangan yerlarning bahosi $6,000 dan $10,000 deb turishibdi. Biz bu yerimizni sotig'ini $4,000 dan baholab qo'yamiz. Jami $120,000 ga qo'yamiz narxini. Yana ham kelishadigan joyi bor. Xohlasanglar binosi bilan, xohlasanglar binosini buzib olib, quruq yerini ham sotaveramiz. Pastda nomer qoldiramiz. Telefon qilsanglar, gaplashib, kelishib, hammasini joyiga hal qilib beramiz.